Ayolim bilan qonuniy ajrashdim. Keyin taloqni berildi. Oradan 2 yil o'tdi. Qayta nikohimga olsam bo'ladimi? Taloqdan keyin qayta nikohlansa bo'ladi deb eshitganman, shu to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Albatta bu yerda taloqlar soni 3 taga yetmagan bo'lsa, bu kishi oilasini oradan 2 yil o'tganmi, 3 yil o'tganmi, qayta nikohlab olishi mumkin, joiz. Hech qanday bu yerda monelik yo'q. Lekin taloqlar soni 3 taga yetgan bo'lsa, unda endi qaytarib ola olmaydi. Toki u ayol boshqa turmush qurmaguncha qaytarib ola olmaydi, lekin o'sha bir taloq qilib ajralib ketgan bo'lsa, ular qaytarib olishi mumkin. Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim at-talaqu marratan deb keladi. Taloq 2 martadir. Uchinchisi endi yo yaxshilik bilan uni olib qolish, yaxshilik bilan yashash yoki yaxshilik bilan ajralish. U uchinchisi bilan u bilan butunlay ajraldi degani. Keyingi oyatda fa in talaqaha deb boshlanadigan oyatda agar uni taloq qilsa endi toki boshqa turmushga chiqmaguncha unga halol bo'lmaydi deb bayon qilinadi. Shundan bilamizki, boshqa hamma fiqh kitoblarimizda ham talaqul hurrati salasun deb keladi. Hur ayolni talog'i 3 martadir, uni iddasi 3 hayzdir degan hamma mo'tabar kitoblarimizda bor. Shunga asosan aytamizki, 1 marta, 2 marta taloq qilingan holda ajralib ketgan oilalar yana yarashishi mumkin. O'zi mana shariatimizda mana shu sohada ham kengchilik berilgan, yengillik berilgan, erkakka 3 ta imkoniyat berilgan taloq borasida. Faqat buni ba'zilar tushunmasdan, johillik qilib shu 3 ta imkoniyatini bittada yo'qotib qo'yadi. Ya'ni birdan 3 taloq aytishi bilan hamma imkoniyatini yo'qotadi, ham gunoh bo'ladi bu. Hozir so'ralgani kabi agar o'shalar juda kelishmay qolganda ham bir taloq deb ajralib ketgan bo'lsa, uni kelajakda yarashish imkoni bo'ladi. Ya'ni uni yana 2 ta imkoniyati qolgan bo'ladi-da. Shuni ba'zilar bilmasdan ham bo'yniga gunoh orttirib birdan 3 taloq deydi. Ajrashadi, o'ziga imkoniyat qoldirmaydi. Lekin mana savol so'ralganda bir taloq qilib ajralib ketgan bo'lsa, u to 3 taloqqa yetmagan bo'lsa qaytib olishi mumkin. Allohu a'lam bis-savob.